Toqalning Qoli. Aptori Rena Ghopur. 3. qism. Yalqonning boshqarmasining delo mulozisi tövəndikichi bo'pti. Qatil tonish birsi. Uyning ochqichi bor yoki o'lgich yolg'iz uyda bo'lgandimi, eshikni ochib berishdan qo'rqmaydigan birsi va yoki o'lgichi uni o'zi chaqirib kelgan. Sirtdagi eshikning qulpining buzilgan izi yo'q. Er kishi bo'lish ehtimolligi yuqori. Bir ayolning o'lgichini yolg'iz o'ltirib, so'rab, qo'lini kesib, yana so'rab ishkabga selib qo'yishi ehtimollikdan yiroq. Naq maydon faktlarga asoslanib, hozircha delo sodir qilgan bir odam degan ko'z qarashda ching turimiz. Shunga qatilning er kishi bo'lishi yuqori ehtimollikka ega. O'lgichining qo'li qatil uchun alayda ahamiyatga ega. Alayda muhabbati yoki alayda nafrati bo'lishi kerak. Qatilning burun jinoyat tarixi yo'q. Shunga suv jumigidagi barmoq izi ambarda tepilmagan. Qatil bak yuqori saviyalik emas. Bu bir töven darajalik qatillik delosi. Qatilning bütün qatillik jarayonida ilib borgan eng cho'ng tirishchanligi tozliq uyini chalib bula tozlash bo'lgan. Qatnash qurolining cheklamasi yoki qatil ko'p o'ylashmaslikdan o'lgichining qo'lini qatillik yuz bergan yerdan bak yiroqqa tashlamagan. O'lgichining yo'ldishi va cho'ng ayolining delo o'tkazish ehtimolligi yo'q. Ular 6 balasi bilan janubdagi bir viloyatda. Ayoli 2 oydan beri u yerdan ayrilmagan. Sodigarning delo o'tkazilgan sharoitning yo'qligiga guvochi bor. Bolalari kichik, delo o'tkazish sharoitiga ega emas. O'lgichining boshqa erlar bilan g'ayri normal munosabati yo'q. Telefon xotirlari va atrofdagi do'stlardan egilishimizcha o'lgichi bu turmushdan rozi. Gerçi yo'ldishi dadisi bilan tang biri bo'lsa-mu, uningdan olgan moddiy manfaat o'lgichini hozircha rozi qila olgan. Shuning bilan yalqon diqqatini o'lgichining atrofida yashaydigan odamlarga qartishga boshladi. Bir kuni kech taraf yalqon bir xizmatdoshi bilan o'lgichi turadigan qo'roga kishilarni kuzatgili kelgan edi. Ular puhraj kiyingan bo'lib, bir kichik do'konning oldida ichimlik ichgach, paranglashgan qiyofatda o'ltirdi. Ancha yiroq bo'lmagan yerdagi kavabdandan tarqalgan mezilik puroq ularning demiqini g'idiqlab, ishtihosini qo'zg'adi. Yeshi kichikroq Dilshod kavab olg'ili ketib, birdamdala yalqonga uchir qiladi. Yalqonka chandurmay yenimga kelib tur. Kavab to'g'rayotganning qo'lidagi pichoqqa qara. Yalqon uning deganidek qiladi. Kavabchi 35 yosh o'pchorisidagi yavash ko'rinadigan biri edi. U shamshardak bir ittik nepiz pichoq bilan ambalning ustidagi dövlangan go'shtni to'g'rayotdi. Pichoqni birdam ishlatib, yenidagi to'qmoq belagiga surkatdi. Uningsizmi pichoq shundoq o'tkirdak ko'rinadi. Yalqon bilan Dilshod uning pichog'ini ko'rib baxmoqchi bo'lib, "Mandaq qiladash, pichog'ingni ko'rli" deyishiga u pichoqni tashlabli qochdi. Yalqon bilan Dilshod uni xeyli qo'g'lab yetishib, yiqitdi-da, qo'lini qayirib, ko'zi silib, idoraga akiladi. Qatillik quroli pichoq bilan paltini kavabdan yenidan xaltiq qachilab elib ketdi. Jinoyat gumondori Asad, 37 yosh, bo'ytoq, vatanning janubidagi ma'lum yezidan. Kavabchi, boshlang'ich maktabni bitirgan. Uydagi 3 o'g'ilning kichigi.
Asad nayt oddiy birisi. Ko'chalarda uchirtib qalsangiz, faqat diqqatingizni qo'zg'ay olmaydigan. Ikkinchi qatim ko'rsangiz, burun ko'rganingiz esingizga kelmagidekla bir odam. U tartishmayla jinoyat qilmishini iqror qiladi. Qotillik qurollarini ko'rsatib berdi. Delo yuz bergan kuni kiygan chapini, qora ko'k ranglik Adidas tantarbiya chapini va ishtinni kavabdanga qolib etibdi. Kishini hayron qoldirdig'ini u o'zini bak cho'ng jinoyat o'tkazdim deb o'ylamaydi ekan. So'roqqa Yalqin, Dilshod, Izhor qatnashibdi. Asad jinoyatchi o'ltiradigan o'rindiqda xotirjam o'ltirg'idek. Ism familiyasi, jinsi, yeshi, yurti, madaniyat saviyasi, kasbi so'rilib bo'lgandan keyin Yalqin halqiliq masalaga o'tib. O'lgichini qandoq taniysan? Men bu shovchida kavobchilik qilg'il kelsam, u cho'kan mush yerda turadi ekan. Kunda degidak uchirdi. Ba'zida ig'ir narsalar bo'lsa, ko'tirishib bergan. 2 qatim butun qo'yning go'shtini olib ekan. Uyiga kirib, pochilab bergan. Demak, go'zal ay bu odamga gumonsiz eshik ochib berdi. Balkim shu kunimi shundoq bo'lgan bo'lishi mumkin. O'lguchi bilan adovating bormidi? Yo'q. Amsa nimishqa o'ltiribding? Qo'lini nimishqa kesib olsan? U kuni kavob to'g'ravassam, u cho'kan. Asadga go'sht olgan, parchalashib bersangiz, deb chaqirdi. Shunga keyindan chiqdim. Bu cho'kanning yo'ldishini bilaman. Boyqiri. Bummo ikkinchi xotini. U odam necha oyda bir kelib, birer 2 hafta turib ketadi. Odatda bu cho'kan yolg'iz. 1 yil burun mendan kavob elib, pul tanglabidi. Qo'liga qarab soptikanman. Bek chiroyli qo'li bor ekan, pariladek. O'zimo chiroyli cho'kan. Mush xotin haqqa hayronman. Biz birini ololmay, yeshimiz mushuncha bo'lg'ichi bo'ytaq. Bizga tegsa, beshimizga elib xotin qilmamdiq. Nadiki bir odamga ikkinchi xotin bo'lib, yolg'iz uyni saqlab o'ltirdi ekan. Zodi pul bo'lsa. Yalqin uning gapini bo'ldi. So'ragan savolga javob bera, hey. Seni dars o'tkil chaqirtmidiq. Go'shtni parchildingmi shuning bilan? Shu parchalayda pichoqni bilab, go'shtni olg'ili, dastap olmay, bu cho'kandan so'ray deb oshxonadan chiqsam, u tamga qo'lining sho'lisini chiqarib, o'ynig'il turibdi ekan. Razvedchiklar güzel ay bir zibizinnat markasiga e'lon rasmi tushadiganga to'xtamlashibdi ekan. Balkim shu qo'l harakatini mashq qilayotgan bo'lsa kerak deb o'ylashibdi. Kasobatning qo'li bek chiroyli ekan. Qarab turib ketibdiman. Oshu qo'lini bir tutib baqsam, u qo'l meni bir tutib qo'ysa deb o'ylab tursam, u meni bayqab, bir narsa lozimmi Asadga? Devidi, men das lozimligini devidim. U tepib berish uchun mengib yenimga kelganda, uningdan kelayotgan xushpuroq burnimga urilib, faqat o'zimni tutib ololmay, uning belikini tutdim. U darhol belikini mendan tortdi va qandaq odam mavu? Nima qilay deydi? Izzat tortmay, dedi. Men uning qo'liga yana esilib, qo'lini birdam tutib olishni aytdim. U unimay meni tastak bilan birni soldi. Men teximi chaplashdim. U yulqinib, unimay tirniqqa qayrilib ketdi.
Mən qo'limdagi pichoqni uningga ko'rsatib, boshqa maqsadim yo'qligini, uning mening badanimni silab qo'ysila bo'ladiganligini dedim. Ammo u bo'yim bermay, meni osmondagi g'ozning sho'rpisiga nonchilab yebsan dedi. Menmo bo'sh kelmay, senmo g'oz emas, poyisha desam, u poyish bo'lsammo boyga poyisha, sendek yalang to'sh, meni uxlab tushingda ko'rolmaysan devidi. Ochchig'im tozi keldi. Mushundoq pasqinlarning dardidan xotin ololmay yurgunim esimga kelib, mana amsa deb pichoqni o'ng qo'limga yo'tkab, ikki pichoq tiqib o'tibdiman. U yerga yiqildi. Qo'rqib qochay devidim, ammo uning chiroyli qo'liga chidamadim. Shuning bilan tozliq uyiga so'rab elib kirib, qo'lini belimga esiqliq kichik paltam bilan chonib olib, uning o'ligini ishkapga tiqib o'tib, tozliq uyini suvda bir chayqib o'tib, qo'lini ham u olgan go'shtni xaltisi bilan elib chiqib ketdim. Qo'lni nima qilding aktab? Go'shtni-chu? Go'shtni kavab qilib setibatdim. Qo'lni shu to'nglatqiga selib qo'yib, kashlar yolg'iz qolganda ilib chiqib, badallarimni selidim. Ondan yana shu vuy, ishplas qo'y. Keyin nemish tashlavatding? Qancha bo'lsa-mo o'likning qo'li odamning badanidek xo'sh yoqmaydi ekan. Shuni tashlavatay deb 3 chaqliq velosipedimni minib, uchirgan bir axlatchiligiga tashlavatdim. Menga yetgini mushunchalik bo'ldi. Kashda izhor bilan bularni deyishganda, men yuzimga chaplaqdan birini chaplab, karvatda yetib, kitob ko'rayotgan edim. U monchadan chiqib, chechini surtib o'tib, mendan so'rdi. Raila, qizlar rostli pulga amroqmi? Yüzümdə çaplaq bolğanlığı üçün ağzımni bək çoğ içib gap qılamaydım. Şuningdimi kitobni qo'yib, uningga javob berdim. Pulga 3 odam bo'lmasa kerak. Agar pul sabablik birarsini yaxshi ko'rib qilib, to'y qilsa, tamoman bo'ladi. Ammo keyin uning chiroyidan zarlanmaslik kerak. Agar chiroyini yaxshi ko'rib to'y qilsa, keyin namratlikdan zarlanmaslik kerak. To'ydan burunqi va keyingi o'lcham o'xshash bo'lishi kerak. U uxlash uchun karvatga chiqdi. Menmo yuzimdikini elib o'tib, yetishga tamshaldim. U yana: "Siz menga nima uchun to'y qilgandingiz?" deb so'rdi. Men chiroqni o'chirgach, "Bu maxfi, eshitolmasligingiz uchun hozircha deb berolmayman" dedim. Shuningdan keyin xeyli vaqtgacha chiroyli qo'lning rasmini ko'rsamla, heliq talaysiz to'qal esimga keladigan bo'ldi. 2020 yil 5 aprel Avstraliya Melbourne'da koronalik kunlarda tamomlandi.